Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men o'sha yana Maloyev aytboy bo'lmoqdaman. Demak, bugungi videomizda biz o'yin o'ynaymiz. Aksincha, o'rniga tekin Bitcoin olish yo'lini o'rganib ko'ramiz. Xo'p, Google'da ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, bir kompaniya Bitcoin shunga o'xshagan coinlar yig'adigan ilova chiqargan. Bu ilovaning silkasi kommentariyada bo'ladi. Kommentariyada o'tib kirishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda Coin, USD Solana, Trendbot'da eng yaxshisi men o'ylayman deb o'ylayman. Sababi ham arzon ham tez yig'iladi bolalar. Keyingi videomizda men buni 100% obzor qilib o'taman. Tezlik botga qilsalaringiz tezroq yig'iladi. Demak, bolalar, kommentariyada silkasi bo'ladi, o'sha orqali o'tib yuklab, ro'yxatdan o'tib yig'ishni bosib qo'yasizlar. Bo'ldi bolalar. Sizlar bilan men o'sha Maloyev aytboy bo'ldim.